Do'stlar, juda ham muhim yangilik. Ushbu xabarimni barcha tanishlaringiz bo'lgan dehqon hamda fermer aka-opalarimizga maksimum darajada yuborib qo'yasiz, albatta foydali bo'ladi. Prezidentimiz tomonidan 2026-yilda dehqonlar hamda fermerlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida yangi subsidiyalarni taqdim etish tizimi e'lon qilindi. Mana shu tizimga muvofiq do'stlar, kelgusi yildan boshlab dehqon hamda fermerlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida jami, e'tibor bering, 2 trillion 200 milliard so'mlik subsidiyalar fermer hamda dehqonlarga beriladi. Mana shu subsidiyalarni berish ikkita bosqichda amalga oshiriladi va nomzod ariza bergan vaqtdan e'tiboran 15 ish kuni davomida uni ko'rib chiqish yakunlari bo'yicha subsidiyani taqdim etish yoki taqdim etishni rad etish bo'yicha qarorlar qabul qilinadi. Va eng muhimi, mana shu subsidiyalar fermerga yoki dehqonga eng kerakli bo'lgan vaqtda taqdim etiladigan yangi tizim joriy etiladi. Subsidiyani berish tartibi to'g'risidagi rasmiy hujjat e'lon qilingandan keyin ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarim orqali batafsil ma'lumotni sodda huquqiy tilda sizning e'tiboringizga havola etaman. Do'stlar, yana bitta yangilikni aytib o'tmoqchi edim. 2026-yildan boshlab suv nasos stansiyalaridan foydalangan fermerlarga sarflangan elektr energiyasidan xarajatlarini qoplash uchun ham subsidiyalar taqdim etiladi. Quyidagi 4 ta yangi fermer xo'jalik sohasidagi faoliyat yo'nalishlariga taqdim etilmoqda. Agar siz birinchi toifasi meva sabzavotlarni yetishtiradigan bo'lsangiz, moyli ekinlarni yetishtiradigan bo'lsangiz, uchinchisi esa kartoshka yetishtiradigan bo'lsangiz va to'rtinchisi esa ozuqabop ekinlarni yetishtiradigan bo'lsangiz, sizga ham suv nasos stansiyalaridan foydalanganligingiz uchun ishlatgan elektr energiyangiz xarajatlarini qoplash uchun ham subsidiyalar taqdim etiladi. Do'stlar, mana shunday yangiliklardan o'z vaqtida xabardor bo'lish uchun Kamiyani ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarni albatta kuzatib boring hamda obuna bo'ling. Ushbu xabarni barcha fermer ham dehqon aka-opalarga yuborib qo'ying.